Assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar? Antinevroz kanaliga xush kelibsizlar. Umringiz ziyoda bo'lsin, barokatli bo'lsin. Xo'p, bugungi mavzuyimiz inson nevrozdan qancha vaqtda tuzaladi? Inson ikki turga mansubda. Birinchisi, aytilgan darsni qiladigan insonlar bor. Har bitta detaliga e'tibor beradigan insonlar bor. Unaqa insonlar qachondir deylik 6 oy, deylik 1 yil ustida ishlagandan keyin vaziyati yaxshilashadi va shu holatdan xalos bo'ladi. Bir xil insonlar bor, misol uchun shu detalning ko'rinishi olishi, ya'ni IQ darajasi yuqori bo'lgani uchun ham nevrozda bo'ladi. Yuqori bo'lgan insonda bitta ikkitada bo'lishi ham mumkin. Bu misol uchun qo'l bilan sanaladigan darajada bo'ladi. Deylik 1000 ta odamdan bir 997 tasi misol uchun harakat qilsa, 1 yilda vaziyatini yaxshilab tashlaydi. Ya'ni olgan bilimini 10 kun oladimi bilim, 20 kun bilim oladimi shuni hayotga tatbiq qilsa, vaziyati yaxshilashadi. Ulardan 3 tasi, ya'ni 1000 tadan 997 tani minus qilsa 3 ta qoladi. Deylik shu 3 ta inson 2 ta, 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta shunaqa seansda o'zidagi vaziyatni bartaraf qilib, ichidan kuch topadigan insonlar bor. Bor unaqa insonlar. 2 marta hayotimda ro'y bergan unaqa insonlar, ko'pi bo'lmagan. Xo'p, endi ikkinchi mansub deganim, ya'ni tayyor darsni ko'rsatib, alohida jon kuydirib, tushuntirib ishlaydigan insonlar ham o'zi bilasiz, ishlaydigan odam bor, ishlamaydigan odam bor ustida. Ishlamaydigan odamlarda foydasi qiyinroq. Lekin u ishlamasa ham, misol uchun bizni u uchun ishlab beryapmizmi? Baribir har bitta konsultatsiya insonning miyasida zagruzkani yoqib beradi, baribir. Chunki inson sal yengil bo'lgan paytda mutaxassis aytgan gapga qaysidir ma'noda ishonch hosil bo'ladi va qaysidir ma'noda hayotiy vaziyatiga to'g'ri kelayotganini o'ziga isbotlab bergandan keyin vaziyati sekin-sekin barqarorlashib boradi. Ya'ni unaqa insonlar misol uchun cho'zilishi mumkin 5 yil, 10 yil, 7 yil, 3 yil, 2 yil, har xil. Lekin ular ham sal zinama-zina chiqib olgandan keyin vaziyati yaxshilashib turib, kelajakda ishlab ketadi o'zini ustida yaxshilab. Aytmoqchi bo'lganim, insonlar bor, mutaxassislar bor, ishlaydigan, shulardan bittasi manman. Albatta mutaxassisligim bor shu sohada. Misol demoqchi bo'lganim, insonni qancha vaqt ishlashi yoki qanchada tez chiqib ketishi, misol uchun, u qiziq bo'lmasin inson uchun. Ya'ni o'sha mijoz uchun deylik, nevrozchi uchun. Chunki u narsani misol uchun qidirib, uni kutib, tezroq chiqib ketay deydigan insonda shoshilishlik fe'li bo'ladi-da insonda. Shoshqaloqlik va besabr bo'lib qoladi. Deylik, misol uchun, siz ham mashinaga pul yig'yapsiz yaxshi niyatda. Sirazi $10,000 yig'ib qo'yamiz-ku bir kunda. Endi Alloh beraman desa gap yo'q. Bunga hech kim ishlama demaydi. Lekin siz yaxshi niyatda deylik 300 ming, 400 ming kuniga tashab, nimadir qilib, yig'ib maqsad qo'ydingizmi? Albatta maqsadingizni ortida bir qancha toshlar, bir qancha sinovlar kelishi mumkin-da. Xuddi shu mashinaga erishish oson bo'lmagani kabi, yutuqqa ham erishish oson emas-da. Ishlaysiz ustingizda. Tibbiyotda misol uchun OKR bilan misol uchun qanchadan 6 oydan 9 oygacha ishlaniladi agar dori-darmonsiz men o'zim ustimda ishonib ishlayman desangiz, masalan. Dori-darmon nisbatan qisqa muddatli tinchlantiruvchi. Lecheniya emas, adashtirib olmanglar. Lecheniya degani, ya'ni sizni 100% hayotga qaytaradi degani. Lecheniya degani kognitivniy terapiya, o'sha именно OKR mavzusi bilan shug'ullaniladigan dars va konsultatsiya sizga eng katta yordam beradigan narsa hisoblanadi. Dori tinchlantiradi. Endi yana bir narsa aytib ketay. Mana shu vaziyatlarda именно qiynalayotgan vaziyatinglarda, misol uchun, eng qiyin vaziyat deb tushunmanglar. Bundan ham ortig'i bor deb tushunmanglar. Chunki inson nevroz vaqtida juda fantaziyalari kuchli bo'ladi. Deylik, arzimagan narsadan ham
o'zidagi holatga tashxis qo'yib tashlaydi o'zini o'zi. Значит, bu ketishimda man qanaqadir kasal ushlab olaman yoki butun umr shunaqa yuraman deb o'zini ichki muammosini yanada yomonlashtirib qo'yadi unaqa insonlar. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, xotirjam bilan, birin-ketin, birinchi fobiya bilan shug'ullanib, sekin nima deydi, OKR bilan, simptom bilan tanadan kasallik qidirish bo'yicha hammasi mana darsliklar bor-ku baribir. Sekin-sekin bitta-bitta olib ustingizda ishlayversangiz, bir qancha vaqt u bo'lishi mumkin, bir necha oy bo'lishi mumkin, bir necha yil, 1 yil, 1,5 yil ustingizda ishlayverganingizdan keyin bu narsa o'zi qo'yib yuboradi. Xo'sh, yana nima demoqchiman? Vaziyatlarga og'ir qaramanglar, emotsionalniy kirishib ketmanglar, ratsional kirishinglar. Mana deylik, bugun uyingizga bir ro'zg'or qilyapsiz, emotsionalniy qaramang-da. Xuddi bozorda bitta dona go'sht qolgan, 1 kilo go'sht qolgan yoki 1 kilo pomidor, bodring qolgandek, emotsionallanib, ichingizga kirib, tezroq borib olib kelib olishingiz shart emas. Ratsional qarang. Bugun bo'lmasa ertaga chiqasiz. Ertaga bo'lmasa indinga chiqasiz. So'zim yakunida aytib qo'ying, mana misol uchun nevrozdan chiqib ketdingiz, hech qanaqa xavotir, qo'rquv, hech narsangiz yo'q. Hammasi joyida, zakonniy. Hop, 2 haftadan keyin o'sha zerikasan-da. Nimadir ishlar qilgisi keladi, tushunasizmi? Nimadir qilgisi keladi. Tushunasizmi? Misol uchun faqat nevrozdan chiqish qo'yinglar. Nevrozdan misol chiqish anta tursin. Siz misol uchun tuzalganingizdan keyingi holatingizni ham o'ylab qo'ying-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.